Hammaga salom. Men Asadbek Shomurodov. Bugundan boshlab Real Madrid haqidagi eng so'nggi yangiliklarni yoritib boraman. Bugun esa sizlarga Real Madrid klubida ro'y berayotgan oxirgi bir haftadagi yangiliklarni tanishtirib o'taman. Eslatib o'taman, bugun 22-dekabr. 19-dekabr kuni Federico Valverde Real Madrid safida mashg'ulotlarga qatnashmadi. Florentino Perez futbolchilarga yo'llagan Yangi yil haqidagi nutqida: "Realda biz bo'shashishga haqli emasmiz. Bu yerda oxirigacha kurashishimiz kerak va men sizlardan aynan shuni so'rayman. Bu libosda hech kim o'yinning so'nggi hushtagigacha taslim bo'lmasin va maydonda bor kuchingizni bering. Biz sizlarning mehnatingiz va iste'dodingizga ishonamiz va ishonamizki, birlashgan holda oldimizdagi qiyinchiliklarni yenga olamiz", deydi Florentino Perez. Rodrigoning Sevilyaga qarshi o'yinlarda 4 ta gol va 2 ta golli uzatmasi bor. Bu La Ligadagi istalgan boshqa raqibga qaraganda ko'proq. Vinisius Sevilyaga qarshi o'yindan keyin juda ko'p so'zli nutq joyladi. Bu o'yinda u yana golli yoki samarali harakat qila olmadi va muxlislar hushtagi ostida almashtirildi. Shuningdek, Vinisius profilidagi avatarni ham o'zgartirdi. Real futbolkasi o'rniga Braziliya terma jamoasidagi futbolkasining rasmini qo'ydi. Kylian Mbappe Ronaldoning rekordini takrorlagani haqida. Bu aql bovar qilmas holat. Bu yerda o'tkazgan birinchi to'liq mavsumimdayoq Krishtianu bilan tenglashdim. U mening kumirim, Real tarixidagi eng buyuk futbolchi va jahon futbolining etaloni. Bu men uchun katta sharaf. Men unga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki u doimo menga mehribon bo'lgan va Realga moslashishimda maslahatlar bergan. Bugun golni uning sharafiga nishonlamoqchi edim. Bu mening bolalikdagi orzuyim edi. Bizning munosabatlarimiz juda yaxshi. Krishtianu mening do'stim. Unga va Realning barcha muxlislariga salom yo'llayman, deydi Kylian Mbappe. Rodrigo Sevilyaga qarshi o'yinda ham zo'r o'ynadi. Uning hisobida bitta assist va bitta penalti bor. Jud Bellinghamning Sevilyaga qarshi o'yindagi ko'rsatkichlari: bitta gol, 3 ta golli vaziyat yaratdi, 2 ta muvaffaqiyatli dribling, 5 ta uzoq pas, barchasi aniq. Yarim himoyada 3 ta harakat. Yerda kechgan 16 ta kurashdan 12 tasida g'alaba. O'ziga nisbatan 6 ta foul ishlatildi. Juddan yana bir ajoyib o'yin. Quintro Gonzales endi hakamlik qila olmaydi. Real Madrid Celta o'yinidan keyin Gonzales hakamlikdan chetlatildi. Rodrigo Sevilyaga qarshi o'yinda 4 ta yirik golli vaziyat yaratdi. Bu mavsumda Real Madridning boshqa hech bir o'yinchisi bitta o'yinda 2 tadan ortiq yirik golli vaziyat yaratmagan. Mbappening faoliyatidagi 411 ta golning taqrizi: Real Madridda 73 ta gol, PSJda 256 ta gol, qolgan 2 ta klublarda bittasida 55 ta, bittasida 27 ta gol urgan. Mbappening Sevilyaga qarshi o'yindan keyingi gaplari: "Salom madridistlar, bu Kylian Mbappe. Bugungi g'alabadan juda xursandman. Barcha madridistlarga katta salom. Shuningdek, tug'ilgan kunimda Krishtianuning rekordini takrorlaganimdan xursandman. 4-yanvar kuni Betisga qarshi o'yinda ko'rishguncha. Barcha madridistlarga Rojdestvo va Yangi yil muborak bo'lsin", deb qo'ydi Kylian Mbappe. Sevilyaga qarshi o'yinda Vinisius almashtirilayotgan payt negadir Bernabeu uni hushtaklar bilan kuzatib qo'ydi. Shundan so'ng u Instagram profilidagi suratini Braziliya libosida tushganiga o'zgartirdi. Kechagi kungi o'yindan post joylab, unga 3 ta nuqta deya izoh qoldirdi. Vinisius so'nggi 17 o'yinda bitta ham gol ura olmadi. Menimcha, Vinisius Juniorni ketish vaqti kelib qoldi, jigarlar. Rodrigo Real Madrid safida so'nggi 3 ta o'yinda 4 ta gol urishga hissa qo'shdi. Rodrigoning atrofdagilarga xabari: "Men klub va muxlislarning ishonchini oqlashim kerak. O'zimni ko'rsatish vaqti keldi". Jud Bellinghamning gaplari: 2025-yilni yakunlashimiz yaxshi, lekin biz 2026-yilda yaxshiroq bo'lishimiz kerak. Madridistlar, bu yil yaxshi va yomon kunlarda qo'llab-quvvatlaganingiz uchun tashakkur.
deya izoh qoldirdi Belingem Instagram sahifasida. Belingem Real Madrid safida 2,5 mavsumda 75 ta gol va golli uzatma, 5 ta sovrin yutgan. U yarim himoyachi, 22 yoshda. Shunchaki Jud Belingem. Rodrigo endi Xabi Alonsoning asosiy o'yinchisi hisoblanadi. Xabi Alonso Ancelottining xatosini takrorlamoqda. Ikkinchi o'yinda ketma-ket Xabi asosiy tarkibda birdaniga 4 ta hujumdagi yulduzni maydonga tushirdi. Bu Ancelottida o'tgan mavsumda qilgan va jamoa balansining yo'qolishiga olib kelgan xuddi shu xato. Sevilyaga qarshi o'yinda Xabining hujumchi futbolchilardan qayta-qayta orqaga qaytib, himoyaga faol yordam berishini talab qilgani yaqqol ko'rildi. Yanvar oyida bizni kutayotgan to'qnashuvlar, qo'shimchasiga El Clasico ham bo'lishi mumkin va Copa del Rey turnirida raqibimiz hali aniq emas. Jami 7 ta uchrashuv aniq. Yana qur'a tashlansa, 7-chi to'qnashuv ham bo'ladi. Agar Real Ispaniya Superkubogiga finaliga chiqsa, 8 ta to'qnashuv aniq bo'ladi. Bizni ajoyib uchrashuvlar kutyapti. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabar va loyihalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin.